Assalomu alaykum. Chorsini Hurmatli kanal obunachilari, mana bugun bog' tomondan bir ikkita praski. Namangan shahri Mirzo Zahiriddin Muhammad Bobur bog'idan kichkina obzor qilib boryapman. Sizlar ko'rib turganlaringdek, bu yerda hozir yana gullar bayramiga Xudo xolasa harakat boshlangan. Ko'rib turganlaringdek, hamma joyda remont ishlari ketyapti, mana bu yerlarga ham. Shu attraksionlar o'rnatish uchun mana biz qoziq so'ylar boshlashibdi betonni. Va Sherali ukamiz bu Namangan shahridan bo'lajak hoji. Mana shu ukamiz haq hurmat uchun bitta like otib qo'yamiz do'stlar. Pagoda dahshat. Assalomu alaykum hurmatli hoji akam podpisilari. Namangan bog'imizga arachalar kelgan hoji akam o'zlari. Chayanni degan arava ekan, chayanni. Tayyorgarliklar boshlangan. Xudo xolasa narigi oy 15-dan boshlanadi deydi-ku. 63-chi festival gullar bayramiga. Ha. Bu qayerga yuradi? Bilmasam, o'zing boshqa. Ha, yuradi. Burada onasi. Kamerasi yaxshi ekan, hoji aka. 2 minutdan o'tkazib yuboraman. Ko'p video bo'ladi. Ha.